Do'stlar, Yevropada ishlab yurganlar biladi, Furada mana shu joy Belgiyadan Niderlandiyaga, Gollandiyada, endi Niderlandiya Gollandiya degani. Ana shu yerda chegarada turklarni lavash sotadigan joyi. Bu yerda hamma biladi. Shu qatnab yurgan, Furada ishlab yurganlar, do'stlar. Shu yerda lavash oldim, mana 10 yevroga oldim. Mana bu pashta 12 dollarda 10 yevroga oldim mana shuni. Lavash. Endi o'zimiz Toshkentdagi Oqtepa lavashdan ancha pastroq bular. Kачество ham, sifati ham, go'sht ham, mahsulot ham. Shunaqa yanvar oyi 2026-yil. Do'stlar, bu yerda hamma biladi, ana shu nimalarni ko'rsatsak, mana yo'llarni. Hamma to'xtab shu yerda mana 45 talik qilib, 45 ta pauza qilib, tagografda sekin siljiydi yana. Xolasi Fransiya, Italiya, Ispaniya tarafga qarab chiqib ketadi. Bu tarafga mana chapga o'ngga Gollandiya, Shvetsiya, Finlandiyaga o'tib ketadi. Shunaqa gaplar do'stlar. Yevropadan ozroq ma'lumot.